ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bu kishi aytadilarki, bir chodirda 40 nafar chamasi kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida o'tirgan edik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, jannat ahlini 4dan biri sizlar bo'lishlaringga rozimisizlar dedilar. Biz ha dedik. Keyin yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat ahlining 3dan biri bo'lishga rozimisizlar dedilar. Biz ha dedik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning yarmi sizlar bo'lishlaringni umid qilaman dedilar. Buning sababi shuki, jannatga musulmon bo'lgan jon kiradi dedilar va aytdilarki, sizlar shirk ahlining oldida, ya'ni Allohga shirk keltirganlarning oldida sizlar go'yoinki qora buqaning qora tuklarining orasidagi bitta oq tukka o'xshab qolasizlar. Yoki qizil rangli buqaning qizil tuklarining orasidagi bitta qora tukka o'xshab qolasizlar dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Bu hadisni birozgina mohiyati haqida, ya'ni qisqagina izohlari haqida to'xtalib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan sahobalar o'tirgandilar chodir ichida. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom mana shunaqa bir joylarda qo'qqisdan bir jannat haqida yoki do'zax haqida xabar berib, sahobalar bilan shu aytgan so'zlarini, bir hadisni yoki bir xabarni baham ko'rardilar. Bu yerda nima bor azizlar? Demak, Payg'ambar alayhissalatu vassalom bu so'zlarida bu ummatdan jannatga kiradigan kishilar u qadar ko'p bo'lmasligi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yarmi bo'lishini umid qilishlari insonni uyg'otish kerak. Yaxshi amal qilishga, iymonda mustahkam bo'lishga chorlash kerak. Endi oxirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu gapni umid qilaman degan so'zlarining mohiyatini aytdilarki, mo'min jon kiradi jannatga deyaptilar-da. Ya'ni shu dunyodan iymonini olib ketilgan, iymoni bilan Allohning huzuriga borgan jon kiradi jannatga deb, dunyoda o'tgan shirk ahlining ichida sizlar shu qadar kam bo'lib qolasizlar deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam.